Hozirgi kunda ko'pchilikni monetizatsiyasi o'chib qolmoqda. Bu doimgidek AI bilan yokida o'zini avtorskiy videolari bilan qilayotgan odamlar uchun ham bo'lishi mumkin. YouTube nima uchun bu jangni boshladi? Demak, ko'pchilik hozirda sun'iy intellekt bilan AI bilan videolar qilishni davom etishyapti. Shu sababdan unga qarshi qanaqadir ishlarni YouTube qilishi kerak edi. Dekabr oyining oxirida kamida $100 million dan ortiq avtorlarning pullari demak kesib tashlandi. Ularni monetizatsiyasi o'chirib qo'yildi va ularni ishlagan pullari berilmadi. Bunday bo'lmasligi uchun bunga qarshi chiqish uchun nimalar qilish kerak? Sizdan like, obuna, mendan esa 10 ta zo'r tavsiya. Demak, boshladik. Kimdir kanallarni hali ham yuritayotgan bo'lsa, monetizatsiya o'chmagan bo'lsa, kelinglar o'sha kanallar uchun birinchi tavsiyam berib o'tsam. Birinchi, Google akkauntlaringizga Prime podpiska, YouTube'ga ham Prime sotib olishingiz kerak bo'ladi. Bu bor yo'g'i $10-20 ga tushadi, lekin kanalingizni va monetizatsiyangizni davom ettirish uchun yaxshigina bahona bo'ladi. Ikkinchi tavsiya, yangi boshlayotganlar yoki kanali o'chib ketganlar, ular eski pochtalardan yangi YouTube kanalini sazat qilishlari kerak bo'ladi. Sababi uni bot emasligini tushunadi, unda qanaqadir poisk tarixlari, istoriyalari bo'ladi, nimanidir izlagan bo'lasiz. Shu sababdan eski Gmail pochtalaringizda ishlatishlaringiz kerak. Uchinchi tavsiya, yangilar uchun eskilar ham bundan olishsa bo'ladi. Yangi kanal ochayotganda o'zingizni ismingiz, familiyangiz bilan birgalikda ochish tavsiyasi va avatarkasi banneriga o'zingizni rasmingizni qo'yishingiz zarur. To'rtinchi tavsiya, kanal treyleri. Ya'ni kanal treyleri deganda sizlar nima ish qilyapsiz, montaj jarayoni, syomka jarayoni, nima ishlarni amalga oshiryapsiz, barchasini ketma-ketlikda 1 soatlik video qilasiz. Barchasini shunchaki ovozda gapirish ham shart emas. Trailer kanali degan joyga o'shani yuklab qo'yasiz barchasini. Va aynan bu robot emas, sizligingizni biladi va sizga ban kelishi, monetizatsiya o'chirish ehtimoli juda ham kam bo'ladi. 5-tavsiya, demak, kanal opisiyaniyasida o'zingizni ijtimoiy tarmoqlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Telegram, Instagram aynan unaqa o'zidagi ko'p obunachi bo'lish shart emas, lekin ana shu ijtimoiy tarmoqlar opisiyaniyada bo'lishi zarur. 6-tavsiya, har bir video opisiyaniyasi doimiy bir xil bo'lmasin. Chunki doimiy bitta opisiyaniya qo'yib ketaversangiz, sizni bot deb o'ylaysiz. Shu sababdan birinchi opisaniyasini boshqacha qildingizmi, ikkinchi videoga boshqacha, uchinchi videoga boshqacha, to'rtinchi videoga boshqacha, shunaqa qilib video nomini olasiz, qo'yasiz, ustiga qanaqadir taglar, kalit so'zlar yozasiz, o'sha videoga mos kalit so'zlar va sizni monetizatsiyangiz o'chib qolmaydi. 7-tavsiya, video nomlarini doimiy bir xil nomda bermang. Sababi unda qanaqadir o'zgarishlar qiling, buni spam deb o'ylaydi va buni bot chiqaryapti deb o'ylaydi. Keyin esa neobrazovательный или серийный kontent sifatida sizni monetizatsiyangiz o'chib qolishi mumkin. Shu sababdan har bir videoda yangicha nomlar bilan ishlatishni o'rganing. 8-tavsiya, kuniga 10 talab, 20 talab yoki 5 talab video chiqarmang. Shunchaki bitta video, kuniga bittadan ziyod video chiqarmaslikni tavsiya qilaman. Shorts bo'ladigan bo'lsa, maksimum darajada 2 ta, long video, ya'ni katta video bo'ladigan bo'lsa, bor yo'g'i bitta video yetarli. 9-tavsiya, har bir videoda bir xil rasmlarni, previewlarni ishlatmang va ularga doimiy bir xil ovozlarni bermang yoki sun'iy intellektda qilingan ovozlarni doimiy ishlatib yurmang. Har bir preview alohida, video alohida va sizni monetizatsiyangiz o'chib qolmaydi. 10-tavsiya, turli xil sun'iy intellektlardan foydalaning, faqatgina o'zingizda avtorskiy syomka videolaringiz bo'lsa, tasvirga oladigan ASMR, unboxing, shunga o'xshagan videolar bo'ladigan bo'lsa, unga V3, sun'iy intellekt, Gemini shu kabi videoli integratsiya qilib beradigan sun'iy intellektlardan foydalaning. Ya'ni montajingiz boshqacharoq bo'lishiga harakat qiling. Agar hammasi zo'r bo'ladigan bo'lsa, sizni monetizatsiyangiz o'chib qolmaydi, kanalingiz o'chib ketmaydi va hammasi zo'r bo'ladi. Agar kanalingiz o'chib ketgan bo'lsa, sizga qo'shimcha proksilar, antivirus brauzerlar va yangi device'larni olishni tavsiya qilaman. Demak, menga obuna bo'ling va yangiliklarning eng zo'rlari albatta menda.